To'ydan keyin qaynonajoningiz kelin poshsha bir ko'k somsa qilib beringchi deganlarida shu ovoz esingizga tushib nimaga ham saqlangiz qilmagan ekanman deb afsuslanmaslik uchun hoziroq like bosib saqlab oling. Birinchi bo'lib oddiygina osh xamir tayyorlaymiz. Yaxshilab mushlab 10 minut tindirib yana mushlaymiz. Yana 5 minut tinguncha nachinkasini tayyorlaymiz. Mayda to'g'ralgan ismaloq bilan mayda to'g'ralgan piyoz va tuzni solib yaxshilab aralashtiramiz. Ana endi xamirni unlab o'zimiz bilgan usulda yoyib olamiz. 2 marta yoymaslik uchun erinib katta yoyib olgan xamirimizga eritilgan margarinni surib o'rab xolodilnikka yuboramiz. Ana endi Ramazonga tayyorgarlik. Xamirimiz tayyor bo'lguncha dog' bo'lgan sochiqlarimizni yuvib olamiz. Bir ikkita kommentda Bavi yaxshi ko'pirmadi degan gapga ko'zim tushgandi. Qo'lga umuman zarar yo'q. Xlorsiz Bavi super очистительni yetarlicha sotsiz shunaqangi ko'piradi. Qarabsizki, sochiqlar ham bir pasda top-toza bo'ladi. Ana endi ko'ngil xotirjam somsa xamirlarini kesib olamiz. Somsani har safar bir xil uchburch emas, hozir men o'rgatadigan usulda tuging. O'zimni eng yaxshi ko'rgan somsa tugish usulini o'rgatyapman. Yaxshilab ko'rib oling. Tayyor somsalarni ustiga yaxshilab chiroyli qizarib chiqsin siz tuxum oqi. Ochroq bo'lsa ham bo'laveradi, siz suv surib oling. Oldindan 220 darajada qizib turgan pechda pishirib oling. Boysuqoq somsalarni qo'ying, o'zimizni jaydari somsaga yetmaydi. Ramazonda uydagilaringizga tayyorlab bersangiz, sizga qo'shib meni ham duo qilishadi. Tayyorlab ko'rib rahmat aytishga, meni qidirib yurmaslik uchun podpiska tashab qo'ysangiz shunaqa xursand bo'lardim.